Assalomu alaykum. Arab tilidagi harflarni o'rganishni davom ettiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. To harfi. To, ti, tu, to, ti, tu. Tol, tol, tol. Toy, toy, toy. To harfida qalqala sifati bor. Buni oldingi ko'rgan harflarimizdan ba va qof harfida qalqala sifati bor edi. Ya'ni 5 ta harfni aytib o'tgan edik. Ulardan mana shu 3-inchisi to harfida ham qalqala bor. Sukun bilan kelganda. Shato, shato, shato. Mana shu qalqala bilan ya'ni bu harf yo'qolib qolishi oldin olinadi va mana bu t harfidan ham farqlansa bo'ladi. Ya'ni t harfida qalqala yo'q, ya'ni t harfi kichkinasida. Bunda to harfida qalqala bor. Shato, bato, 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 qoto, 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 faqoto, faqoto, faqoto. Waton, waton, waton. طلب، طلب، طلب. طرف، طرف، طرف. طهر، طهر. Mana shu tuhru deganda mana shu h harfini chiqarishda qiynalishadi. Tuhru, h bilinsin. Tuhru. Tiflu, tiflu, tiflu. Matar, matar, matar. Matlab, matlab, matlab. E'tibor beramiz to harfida va ba harfida ham qalqala bor. Matlab. Masqoto, masqoto, masqoto. Mawtin, mawtin, mawtin. Marbito, marbito, marbito. Istabara, istabara, istabara. Yastabiru, yastabiru, yastabiru. Istawtana, istawtana, istawtana. Yastawtinu, yastawtinu, yastawtinu. Bu yerda t va to harflarini farqi berilgan. Tarof, 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 tarof. Sabatu, 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 sabatu. Mustatir, 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 mustatir. Jim harfi. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Jim harfi o'zbek tilidagi j harfiga o'xshaydi, lekin bularda farqi bor. Hozircha ularda ikkitasini aytamiz. Bittasi ch harfiga o'xshab o'qilmasligi kerak. Ya'ni arab tilida ch tovushi yo'q. Ya'ni bizda o'zbek tilida ch ga almashib ketishi mumkin. Lekin xosatan Qur'on o'qilayotgan turgan paytda doim jim harfi bilan o'qilinadi va ikkinchi aytishimiz kerak bo'lgan narsa bu qalqala sifati. Bundan oldingi to harfida ko'rdik. Mana shu darsda va oldingi darslarda ko'rgan edik. Ba, qof harflarda.
ya'ni jami 5 ta qalqalari harflardan 4 tasini ko'rib bo'ldik. Mana shu aytib o'tganlarimiz ba, qof, to va jim. Mana shu biz hozir o'rganayotgan harfda bor. Va undan keyin yana bitta harfda qoldi. Mana shu 5 ta harfda qalqala sifati bor. Jam, 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 jar, 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 jin, 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 jaba, 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 jul, 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 jabal, 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 jamal, 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 ajaru, 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 ajru yoki ajru bu to'g'ri o'tib ketilmasin, chayga o'xshab yoki qalqala tushirmasdan qalqalasi bor. Ajaru, fajaru, 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 jawhar, 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 jawrab, 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 tajawrab, 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 yatajawrabu, 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 istajlaba, 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 yastajlibu, yastajlibu, yastajlibu. Kho harfi. Kho, xi, xu, kho, xi, xu. Unda mana shu tomoq ozgina mana shu qirilishi bilinishi kerak. O'ta kuchli qirilib ketmasin. Bu ham o'zlaringga qiyin bo'ladi, ham bu harfda o'zining maxraji bo'lmaydi. Boshlanishda boshida meni qiyin bo'lishi mumkin, tomoqni qiynaydi o'ziga kelganigacha. Lekin haqiqiy xo harfi juda ham qattiq tomoqni qirmaydi, lekin bir paytda qirilgani bilinadi. Ya'ni siz qiroat qilganingizda tomog'ingiz qiynalib qolmaydi. Mana shundan ham bilib olishingiz mumkin. Va keyin ha yoki ha harfiga ham almashtirilmasin. Ya'ni bizda 3 ta ha harfi bor. Ulardan bittasi mana shu eng qattiqrog'i xo harfi. Xobi, 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 xol, 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 xoroji, 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 xabar, 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 xoshaba, 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 xolaf, 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 xayru, 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 xotmu, 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 xamru, 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 xawfu, 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 maxraj, maxraj, maxraj. Mana shu yerda xo harfida ozgina, ya'ni sukunni kelganda sirg'altirish bo'ladi. Misol uchun fa harfida ko'rdik, sin harfida, shin harfida ko'rdik. Ana shunday xo harfida ham bo'ladi. Maxraj, maxraj deb tezda o'tib ketilmaydi, ozgina bilintiriladi.
مخرج مخرج. مخبر مخبر مخبر. أخرج أخرج أخرج. يخرج يخرج يخرج. أخبر أخبر أخبر. يخبر يخبر يخبر. استخبر استخبر استخبر. يستخبر يستخبر يستخبر. استخرج استخرج استخرج. يستخرج يستخرج يستخرج.